Biz nima o'yda, ular nima ko'yda? Abdori Eren Tağ. İnsaniyat, millat va davlat bo'lib shakllanish tanlashni hech qachonda qabul qilmaydi ekan. Agar tanlash bizning qo'limizda bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlar hech qachon Xitoydek hiligar, zolim qo'shna tanlamas edi. Xitoylar millat bo'lib shakllangan almisaqdan beri hech qachon o'zining bir g'erish yerini boshqalarga berib ko'rmagan millat. Faqat atrofidagi boshqa xo'lim qo'shni millatlarning yerini o'ziga qo'shib elib, kengaymichilik qilgan ushuq bir millat. Vatanimizda Uyg'ur bo'lishning o'zi Xitoy zolimlarining yo'qotish nishoni bo'ldi. Dunyoda hech qanday millatning bishiga kelmagan qismat 21-asrda Uyg'urlarning bishiga keldi. Bu bizning talaysiz, sho'mpishani millat ekanligimizdimi? Yo'q, undaq emas. Faqat Uyg'urlar 1.800.000 kilometr munbat yer usti oltin, uran, titan, mis, qo'g'ishim qatorliq dunyoda oz uchraydigan rangli metallarning zapas mo'l bo'lg'ini. Yer osti nefit, gaz, ko'mir zapasi dunyoda oldingi o'rinda turadigan zaminning egisi Uyg'ur bo'lganligimizdan. Uyg'ur kishilik huquq, Uyg'ur majburiy emgak loyihasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchilik loyihasi qatorliq qonun va loyihalarni Amerika boshliq g'arb ellarining o'zining qimmat qarshiga uyg'un holda parlament kongresslarida ma'qullashga boshladi. Bu qonun loyihalar kim uchun qabul qilinayotdi? Albatta 10 milliondan oshiq Uyg'ur xalqining zolim Xitoy vatanimiz Uyg'uristonda yurgizayotgan insoniyatga qarshi razil siyosati va irqiy qirg'inchiliklari tufaylidan yo'qotilgan 10 million Uyg'ur xalqining qon badali uchun bo'layotdi. Xitoylarning Uyg'urlarga talvilachi elib berayotgan zulmi Xitoy hiligarligini texi tunimay turgan davlatlarning uyqusini ochdi. Xalqimiz kampu turmalarda dunyoda misli ko'rilmagan qiynashlarni ko'rdi. Xotun qizlarning iffat nomuslari dafsanda qilindi. Narsidilar ko'chalarda ota-onasiz yetim qoldi. Masjidlarimiz chiqilib, qonqirab, muqaddas diniy aqidamiz ig'ir darajada buzg'unchilik qo'shtirdi. Beguna sarxil ziyoli o'lmalarimiz tutqun qilinib, turmaga tashlandi va o'ldirildi. Vatanimiz Uyg'uristonda bo'layotgan mushu qiyomat turli chatal axborotlari vatanimizdagi sher yurak pidakor o'g'lonlar va turma lager shohidlarining shohidligida dunyoga pash bo'ldi. Bir qism partiya tashkilotlarning erkin dunyodagi tirishchanligi bu qonun loyihalarining chiqishiga turtki bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu qonun loyihalar vatanimizdagi 10 milliondan oshiq beguna Uyg'urlarning qon badaliga kelgan qonundir. Hech kimning talashish huquqi yo'q. Birinchi qitim Churab zamonida prezident taxi qo'l qo'ymay turib, Uyg'ur kishilik huquq qonunini men chiqardim. Mening to'kpam degan talashlardan sirt bu qonun palonchining, to'kunchi tashkilotning degan chapanchilarning vaqirab jaqirashlarini anglab turgan bo'lsaqmi, yana odamni xo'sh qildigan yerlari tabriklash, muboraklash, nazr chiroq qilishdek kayfiyatlar barlig'imizni hayajonga soldi. Kishilik huquq hayojini muajiratdagi barliq Uyg'ur xalqini xushal qilgan bo'lsa-mu, avtonomiya Xitoy oshiqlarini to'liq hayajonga soldi. Bu qonun ularning ko'p yillardan beri elib berayotgan davosining naq xulosasi edi. Dal mushu daqiqada Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasining raisi Ablajon Layilnamanning mustaqillik bo'lmasa erkinliging baqiyin, erkinliging bo'lmasa huquqlaring bir tiyin degan jangovar bir kublet she'ri esimga keldi. Amaliyotdimi shundaq edi. Mundaq deganlik Amerika Kongressining Uyg'ur kishilik huquq qonunining chiqishiga xushal bo'lmaganlik emas. Faqat Amerikaning Uyg'ur xalqining mustaqillik orzusining amalga oshishiga dunyo jamoatiga qilayotgan chaqirig'i.
nima uchundir Uyg'ur irqiy qirg'inchilik loyihasining Amerika parlamentiga kirishi bizning kishilik huquq tashkilotlarimizni hayajonga solamidi? Palanchi bizning kishilik huquq qonunimizni palanjili bostirib qo'ydi. Biz bo'lmasak qonun chiqmas edi deb bütün medialarda jang e'lon qilgan hiliqi atalmış saxta mustaqilchilar nalarda yurgandi? Kishilik huquq qonuni chiqqanda tantana qilgan hiliqi kishilik huquq faoliyatchilarchi ular nada? Yoki ular Xitoy demokratchilari bilan birga ujuqib ketdimi? Amerika va G'arb ellari Xitoyning ashaddiy zolim hukumat ekanligiga ko'z yetib, vatanimiz mustaqil bo'lishga cho'ng imkoniyat yaratadigan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik loyihasining parlamentga sunilishi ot choptirdigan, tantana qilishga arziydigan portlatquch xabar edi. Xalqimiz bundaq bo'lishni nurg'un yillardan beri talmirib kutdi. Afsuski, heliqi kishilik huquq qonuni chiqqanda xursand bo'lib, tantana qilganlarning uni xuddi qaynagan qozonga sovuq suv qo'ygandek tim tas bo'ldi. Mustaqil desa beshi og'riydigan Xitoy oshiqlariga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qonun loyihasi Xitoyga qanday reaksiya bersa, bularga shunday reaksiya beryotdi. G'ujisi matam oldida turganda bular bu loyihaga tantana qilish o'rniga lam jim demay sukutda turish yo'lini tanlab olishdi. Chunki vatanimizni besilingan zimin va Xitoy qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb atash bu xildagi tashkilot va tashkilot rahbarlarini intayin qattiq qo'rqitadigan hukm edi. Şuna aziz vatandaşlarımızның növbətdiki xalqara vəziyyətini yaqindan gözlüb, səgək turuş bilan birgə özlərini qandaqdır Uyğurlarning ən ali organi biz deb jar silayotgan bir qism təşkilatlarımızның və şəxslərimizning Xitoyga qarta intayin ustuluq bilan elib beriyotgan yumşaq təslimçilik siyasi nayranlarga hargiz aldınıb ketmasliklarini samimiylik bilan ötünüman. Köpçilikka rahmat.